boy. Qani sen qayerdasan toping? Opayni o'rqanda. Hammaga salom. Bugun biz horror Minecraft o'ynaymiz. Qani ketdi. Hammaga salom do'stlar. Horror boshlaymiz. Basharangni ko'rsatib bor. Ujus basharangni. Sandan ujusi yo'q bo'ldi. Tushundingmi? Xullas biz juda ham kuchli maxluqda, ya'ni horrorni bugun o'ldirishimiz kerak. Juda kuchli. Opayn. Nimalar qo'rasan? Kelib shu yerga kelish tushish kerakmi-da? Bitta daraxtga o'laymiz ketdi. Men ham shunaqa qotuvdim. Faqat pastga ehtiyot bo'lganda. Nima, nito narsa bormi? Yo'q. Do'stlar, maxluq har xil vaziyatga bu joyimizda bizga hujum qilib qolishi mumkin. Shuning uchun juda ehtiyotkorlik va himoyalangan hollarda birinchi bo'lib kuchayib olamiz. Misol uchun temir aslaqa. Do'stlar, daraxtlar ham titrash boshlayapti o'sha. Bu maxluq yaqinlashyapti degandek. Ovozni balandroq qo'y. Maxluqga hozir cho'chib ketadi. Настройки экрана, настройки звук. Daraxtda. Ayrimlar qichiydi-da. Uzr, daraxt balki beradi. Yo'q. Daraxt talash nomard. Voy, qani. O'zi ketdi, tosh bor ekan. Tosh? Tog'da qat. Yo'q. Tosh topdingmi deyman. Ozroq invertarni saqlab qilish kerak edi. Bu ham variant. Bugun bizga invertar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Eng kerak bo'ladigan narsa o'zi invertar. Qattiq tosh, G'ili. Hozir qaytadan shu barcha narsamni. Mantu ko'mir ham bor ekan. To'xta, meni ham ko'rdi. Mantu ko'mir bor ekan, shuni ko'ryaptim, men qayta tosh topdim. Men ayrimlarga o'xshab ahmoq emasman. Shu men ham bilmasdan tushib ketib qoldim. Biror tuyda sandiq yo'q. Golem tog'i nimaga? Golem tog'i o'zingizsiz. Birinchi ertilgan tayyor deb. Kakras kirkan yo'q edi. Voy, qoching golem tog'i. Meni blokim. Va men chiqishim kerak. Siz emas. Kelmenga. Alo, sher bordi-yu. Va bu yoqqa. Qaqa ket. Bir shundan kulyapti. Yeb qo'yib turmanda. Qo'shchoqlar bo'ldi, bo'q bog'laman. Sindirganimda keladi. Plus. Ne? Kedavay aqlingga yorrama. Shu payt anu ham kelib qolsa. Kravat ustiga bosib qo'ydim ish qilib. Nima olganda yo'q. Yo'q, kravat ustiga bosdim men. Yaxshi. Keldimi? Yo'q. Mana nima keldi? Voy. Birinchi dastajeniya. Yaxshi, men o'zimga qalqon yasab olayman hozircha. Men qalqon yasab qo'yganman. Yasamaysan. Yasatdim. Unda tepaqat. To'xtab turibdi. 3-4 ta temirdan olaylik. Temirlar bordi hali yana. Juda katta shaxta ekan, o'zi. Ayrimlar ko'rinmayapti. Ertalab bo'ladi hozir. Yana bo'lish kerak. Bu hamma resurs pak bilan ishlaydimi yo bitta shu bor? Yo'q, bu 20-versiya 21 ga bo'yi tushunadi. O'zida bo'ladi, qani. Ovqat muammosini hal qilamiz. Oh. Shu menga kerak edi.
yaxshiyamki shaxtada 3 dona nom bo'lib topib qo'ygandim. Negadir bizga kerakli maxluq chiqmayapti. Yo, chiqadi. Kechqurun bo'lganda. Shuncha qilasiz, mod qo'shilmagan. Unda boya ertalab edi-ku, qoqib ketdi-ku meni. Kim qoqdi? Bitta maxluq. O'zi video zapislari bormi? Yo'q-da. Bo'lsin. Boya tug'ilgan. Boya mod Tarif tekshirayotgan paytda. Mod tekshirayotgan paytda mod ishlaydi. Bu boshqacharoq mod emasmi? Ishqilib aniq ishlaydimi? İşlemişim ishlaydi. Lekin sen o'ldirib ketayotgancha video boshida. Shunday tortganda. Nastoyga qolganda chopib ketdi. Hayotdan uzarit qilyapti. Yo'ldan chiqib qolmadi. Yo'lda uchrab qolgan temir malik. Bizniki degani. Tepada yo'lda ko'p Qatdan suv ketdi. oyni ochib. Yo'q, qo'yma qo'y. Bolalar qishloqdagi hamoqat to'platdim ketdik. Sen o'sha yerda qishloqda uyqu bo'lamiz o'sha yerda yondin, nima deysan? Variant daraxt chopyapmiz. Ko'p. Mantiq katta shaxta bor ekan. Katta bizga ekanda biz. Mani kelishimga tayyorlanib qo'yibdi. Bo'ldi, davay sen unda shaxtdan tisib chiq. Ko'mirlar o'tirib bos. Yomon-ku. O'zimcha speedrun qilmoqchi edim. Speedrun? Sammi? Nima olganda menda temir yo'q. Temir? Menda bu bor. Sen qalqonsa meni ish qilib o'zingga? Yo'q. Techalada qarasang o'lgansan. Oyna yopilganmi? Yopilibdi. Sovuqlar yo'q. Vosh, tirilib chiqdim ke. 23 ta temir bo'lsa, mana senga padarka, mana ham senga padarka, bu ham senga padarka, bu ham senga. Lapik, Ritsto, olmasi ham ber. Bu ham senga. Olmasi ber, dastajini olib. Keyin uxlatib yuboraman. Yo'q, beraman qaytarib. Bu ani qoradimi? Ayyo. Ishondim. Uxlading. Voy keldi. Okey. Mana, qanasan? Men bitta eshitganlarni qamab qo'yib savdolashimiz kerak. Nima deysan? Bo'pti, men hozir ham uyquraman. Voy, sal qoldi. Shaxta borligi. Bo'pti, daraxt chopib kelayman. Chopib ketgan shaxta. Bo'ldi, sen chopib tur, men hozir joy tanlayman. Bitta ham temir beraman. To'g'risi ko'p shaxtalar bor ekan, atrofda o'lyapti. Men daraxt chopib kelaman. Bitta ham temir beradim deysanmi? Voy, o'zi qancha topganimni bilasanmi? 27 donami? Yo'q. O'zimda 12 dona qoldi. Bittasi bilan. Men haqqimcha bo'ldi, senga ovqat yo'q deyman. Bitta mana bitta quramiz. Xunukgina shaxtalarni mana joylarni biz tashlaymiz. Xullas, tezay, daraxt olib ket tezroq. Chaldi. Nima chaldi? Shunday. O'q tayla. Qochdim. Yo'q, qochib o'tirma. Videoda ko'rishsin. Qanaqa? Hali ham chalyaptim. Yo'q, o'chdi. Balkim uyalingda kimdir chalib qo'ygandir. Minecraftda emas. Yo'q. Yaqin. No, lekin seriyozno shunday. Boy. Qanasan, qattasan toping. O, bayna o'rqanda. Qanasan? O'ldimmi? Nima bo'lganini hozir bildingmi? Ko'rdinglar do'stlar, o'zinglar. Mana mod realistik, haqiqiy. Bu modni topish, qarchi bu modni sizlar kerak deb yozsanglar, biz u modni tashab qo'yamiz. Tinchgina daraxt chopib kuttiga tiqib ketdi-ya. Tepa qo'yarsan o'zing. Vaqtimizga invertorimiz saqlanib qilingan.
tepada uyimiz joyi. Shakar qamishlarni ham ekib qo'ymabdi hammasini. Aksiga olib taporim ham yo'q edi. Kirkada solamiz endi. Mana tapor. Mana Nima ko'ra qarash bor. ana Chichding olib ber endi. voy tushib qolibdi. O'tib ketdi. Ana Chichqoq. kallang oyog'im san qo'lidan bosh keladi. Shova. Hozir ot. Eplab otolmaysan ham. Hozir mana Valiburga borganman. Kutingga tiqadan hozir. Sen chiqadi qo'lingdan keladimi biror ish? Men olganda sen otolmay. Men Voy jinni ko'rim keladi hozir. Jinni voy kallang. Qaysi miya bilan shu ishni qilish mumkin? Kelyapti anu dabba. Voy opayni. Mana hamda turibdi. Qani yo'q-ku. Mana. Qochib ketma, qochib ketma. O, qoch! Shutni yoradi. Mana olib keldim. Golem tog'u qattasiz pandishga qo'ydi. Qo'ylayapti yonda. Tushib ket. Orqadan tushib ketdi. Qattasan, qaysi go'rdasan? Shu tushib ketgan go'ringchi. Bu qatta edi. Yarimta jon bilan tirik qoldirdi. Ovqat ber. Kel daraxtlarni rostdan ovqatda muammosini hal qilaylik. Ovqat bilan daraxtlarni menga ber. Go'sht ber. Kesing beraman. Shu tepadan uy o'zim. Xullas, meni o'ldirmoqchi, lekin men ancha jonni yeb qoldim. Demak, bizga olmos qilishlar kerak. Dabicha sehr bilan. Bizda do'stlar u maxluq qo'l. To'xta. Nonni tashladim, bu yoqqa ol. Hop. Stop. Shunchaki lavaliga oqqizib olsa u odam bo'lmaydi. Bu variant. Bu nashta lavalik. Sizga hozir temir aslaga kerak. Uning uchun konga tushishimiz kerak. Shuni bilasanmi? Bilaman, faqat kutib turish kerak. Bu yoqqa kelsang, shu noningni olib ketasan 32 ta. O'zi. Boyga qurgan joyingdan qalay. Qani joy. Sen ahmoq, hali golem bilan gaplashaman. Men pandeki qani turib. Aka tomonga borib. Uy, oldinda kim? Aytdim. Va nonni olib ketdi. Yugurish kerak edi, ahmoq. Shuncha 32 ta nonga uxladi hozir shuni bilasan. Senga nima berding? Men unga bermadim, senga berdim. Bu yoqqa svolish o'zim o'ldiraman. Ona. Chuvar. Non qani? O'zir. Topasan non, menga farqi yo'q. Ne? Bu yoqqa o'zimnikidan beraman. Qancha noning bor edi o'zi? 32 ta uxlatdimi? Bu adolatsizlik. Shuning uchun biz buni 2 barobar qilib olishimiz mumkin. Nomard. Kreativ ishlatibdi. Men mayli golem bilan gaplashib kelay, addushi gapim bor hozir. Plus yana keladi. Qani? Sen daraxtni ber. Hozir shu daraxtdan qolasan. Qisib tur, uni ovoziga otdi. Uyga qurish kerak, daraxtni berasanmi yoki yo'qmi? Kallanga yo'q. Daraxtni ol, qutulamanmi? Yo'qol. Yana shu tejal ot. Ana! O'payni qoch. Yana bu safar sani Kallanga yo'q. o'lib ketdi. Qochishga ulgurmadim-ku. Alloh, bitta qocholmaydi, churka. 3 ta jonim bor o'zi. Bitta urdi o'lib qoldim. Men bitta peshkamni qilib o'ldi. Nima men dikta bersang, bittasidan ekan. Brat, aqlingizga ham oldimgacha kelch. O'payni moni. O'tgan kuni faslda ustoz deb hazillashdim kecha, ya'ni ustoz desam, hamma o'rda joylashib qarshi ustoz olganda, ustoz qochib ketadi. Kichik shomadi qaror ustozga qoldirmasdan ham. Ikkinchi ustoz bo'ladi qoldi. Bitta bizga non yetarli bo'lmaydi, hali shaxtaga tushishimiz kerak, ko'proq ovqat kerak. Shaxtaga nonni nima aloqasi bor? Ayrimlar 32 ta nonimizdan chopib ketdi. Aylanib kelgancha atrofdan.
oling. Uyimiz joy katta bo'lib ketmadimi? Ha, akbar. Enderman masjid deganmi? Ish qilib creeper kirib qolmasa bo'ldi shu payt. Shuning uchun uzoqlarda aylanib yuribman. Mana ish katta kirib qolsa. What? What? Yema. Yo'q, turib. Bu biz boy ketishimiz kerak. Uyni bitirdim. Endi oynalarni yopib chiqish kerak. To'pali gap. Jonga tegdi, eshikni ochib ketaverib, monsterlar kirish uchun ochib ketasanlarmi? Noyanda ha. Jitilar qarindoshim yo'q. Eshikdan ochib ketdi. Tayyor. Uyimiz yana kirib oldingmi? Ummatkamli. Hop, bizda hozir nolamiz.